Afrikaning issiq sahrolaridan tortib Xitoyning go'zal tog'larigacha hamma sehrgar Chernamor haqida eshitgan. U juda yovuz va makkor, uning ajdahosi bor. Shu ajdahoni u malikalarning ortidan yuboradi. Ularni o'g'irlab, keyin o'zining arvohli saroyida saqlaydi. Qirol Vladimir ham bu afsonani bilardi va uni qizi Lyudmilaga kechqurun erta qilib o'qib berardi. Lekin Lyudochka qo'rqoq emas. U otasiga aytadi, agar Chernamor uni o'g'irlasa, bundan afsuslanadi. Vladimir esa juda xursand edi. Uning qizi oddiy malika emas, haqiqiy jangchi bo'lib ulg'aymoqda. Lyudmila voyaga yetgach, Ruslan ismli yigit bilan tanishadi. U jang qilishni bilmasdi, hech qachon qurol ushlamagan, lekin juda bilimli edi. Ruslan va Lyudmila bir-birini sevib qoladi va turmush qurmoqchi bo'lishadi. Bir kuni ular ot bilan qayiqda sayrga chiqishadi. Ruslan tiz cho'kib, unga turmush qurish taklifini qiladi. Lyudmila hayajondan suvga tushib ketadi, lekin baribir ha deydi. Lekin muammo bor. Lyudmilani 3 ta shahzodadan biriga uzatishmoqchi edi. Ular jang qila oladigan, yerlarni himoya qila oladigan kuchli yigitlar edi. Vladimir shunday kuyov kerak deb o'ylardi. Lyudmila har biri bilan tanishib, bittasini tanlashi kerak edi. Kuyovlar unchalik zo'r emas edi. Juda qo'pol va urushqoq Ragday, o'ziga mahliyo chiroyli Ratmir va onasining gapidan chiqmaydigan erkatoy Farlav. Ular Lyudmilaning Ruslan bilan yurganligini ko'rib, uni tartibga solmoqchi bo'lishadi. Ragday hatto uni o'ldirmoqchi ham bo'ladi. "Mening botamni sen qanday to'xtatsan?" dedi. Lekin Lyudmila sevgilisi uchun qalqon bo'lib turadi va zarbani qaytaradi. U kuyovlarga Ruslanga tegmaslikni buyuradi. Aks holda otasiga aytib jazolanish bilan qo'rqitadi. Keyin saroyga borib, otasini Ruslanga turmushga chiqishga ko'ndiradi. Agar rozi bo'lmasam, u baribir Ruslan bilan qochib ketishini aytadi. Kechqurun bayram boshlanadi. Vladimir qizining unashtirilganligini e'lon qilmoqchi edi. Lekin aynan shu payt ajdaho kelib Lyudmilani o'g'irlab ketadi. Qayg'uga botgan ota o'ylab ko'radi va tushunadi. Ruslan ajdaho va sehrgarni yenga olmaydi. Shuning uchun u boshqa kuyovlarni rag'batlantirishga qaror qiladi. U e'lon beradi. Kim Lyudmilani qutqarsa, u bilan taxtni bo'lishadi va qiziga uylanadi. Ragday va Ratmir darhol yo'lga chiqadi. Farlavning onasi ham uni majburlab yuboradi. Lyudmila bilan qaytmaguncha shirinlik yo'q dedi. Ruslan esa hech kim uni jiddiy qabul qilmayotganligini tushunib, o'zi mustaqil yo'lga chiqadi. U ajdaho qayerga uchganligini aniqlab, ortidan ketadi. Ruslan sehrli o'rmonga kirganligini ko'rib, Ragday ham ortidan boradi. U avval Ruslanni o'ldirib, keyin qahramon bo'lmoqchi. Ratmin va Farlav ham yo'lga chiqadi, lekin ular unchalik shoshilmaydi. Bu paytda Lyudmila Chernamorning saroyida uyg'onadi. U uni o'g'irlagan ajdaho aslida Nayna ismli kampir ekanligini ko'radi. Nayna unga boshqa malikalarni ko'rsatadi. Ular Chernamorga qarshi chiqqanligi uchun toshga aylantirilgan. Agar Lyudmila itoat qilmasa, uni ham shunday taqdir kutmoqda. Nayna yangi malika olib kelganligini aytgach, Chernamor uning iltimosini bajarib, sehrgar Fin qayerdaligini aytadi. Naynaning bu sehrgar bilan o'z hisob-kitobi bor edi. Sehrli o'rmonda Ruslan ayiq oilasiga duch keladi. Ular ilon tomonidan yeyilmoqchi edi. Ruslan yordam bermay o'ta olmaydi. Ilon unga hujum qiladi, lekin Ruslan bunday jonivorlar bilan qanday muomala qilishni bilardi. U tezdan nay yasab chaladi. Ilon unga bo'ysunadi va ortidan ergashadi. Ruslan uni daryoga olib borib, oqimga oqizib yuboradi. Ayiqlar oldiga qaytgach, u ularning boshlig'i Byorn ekanligini biladi. U oxirgi gapira oladigan ayiq. Uning oilasi bor, lekin ular gapira olmaydi. Ruslan Chernamorni izlayotganligini aytgach, Byorn unga yordam berishga rozi bo'ladi. Sendan ugina, mendan ugina degandek. U Chernamorni qayerdan topishni bilmaydi, lekin sehrgar Finni biladi. U yordam berishi mumkin. Bu paytda Ratmir Farlavdan ajralib notanish qal'aga yetib keladi.
ko'prikdan o'tayotganda Ruslan yengan o'sha ilon suvdan chiqib, uning ustiga tushadi va uni yutib yuborishga yaqin keladi. Qal'ada yashovchi qizlar buni eshitib tashqariga yugurib chiqib va ilonni yengishadi. Ularning ichida eng chaqqon qiz ilonni hushdan ketkazib, shahzodani o'zi bilan olib ketadi. Ratmir qarshilik ko'rsatmaydi. U allaqachon qizga oshiq bo'lib qolgan edi. Fin bilan tanishgach, Ruslan bilib oladi. Bu qariya bir vaqtlar Naynaga oshiq bo'lgan va uni o'ziga oshiq qilish uchun sehr qilgan. Lekin bu sehr teskari natija bergan. Nayna Finga haddan tashqari bog'lanib qoladi. Fin sehrni bekor qilmoqchi bo'ladi, lekin ulgura olmaydi. Chernamor uning aldovini aytib beradi va Nayna undan qasos olishga qasam ichadi. Shundan beri qariya sehrgar qochib yurardi. Bu paytda Nayna Lyudmilani Chernamor bilan tanishtiradi. Qiz o'zini go'yoki uni yo'qtirgandek tutadi. Keyin esa uni yaxshilab uradi. Ruslan buni Finning sehrli ko'lida ko'rib, darrov uni qutqarishga shoshiladi. Fin unga yo'lni ko'rsatadi va aytadi: Chernamor saltanatiga kirish uchun avval gigant bilan jang qilish kerak. Ruslan Finning uyidan chiqib ketayotganda Nayna uchib kelib, qariyani tutib olib ketadi. Ruslan buni ko'rib, nafaqat Lyudmila, balki sehrgar ham xavf ostida ekanligini tushunadi. Shu payt Ragday paydo bo'lib, Ruslanni urmoqchi bo'ladi, lekin u ayiq minib qochib ketadi. Jarlik chetiga kelgach, Ruslan jangni qabul qiladi. Qani ur! Ular urushib ketadi. Oxiri Ruslan Ragdayni jarlikka uloqtiradi. Oxirgi payt u uni qo'ldan ushlab qoladi, lekin Ragday yana hujum qilmoqchi bo'ladi. Shunda Ruslan uni qo'yib yuboradi. Nayna Finni Chernamor saroyiga olib kelib, Lyudmilani qutqarishga uning kuyovi kelayotganligini aytadi, lekin sehrgar bundan qo'rqmaydi. U Ruslanni oddiy kitobxon yigit deb hisoblaydi. Lyudmila esa bekor o'tirmaydi. U arqon qilib, balkon orqali qochmoqchi bo'ladi, lekin arqon yetarli uzun emas edi. Keyin u Chernamorning sallasini topadi. U uni ko'rinmas qiladi. Lyudmila bundan foydalanib ozgina shovqin suron ko'taradi. U Chernamorning asabini buzib, uning soqolini og'ir haykalga bog'lab qo'yadi va malikalarning ozod qilinishini talab qiladi. Chernamor rozi bo'lmaydi. Shunda Lyudmila haykalni yiqitadi va u bilan birga sehrgarni ham tortib ketadi. Bu paytda Farlov bahaybat quyon bilan to'qnashadi. Quyon unga hujum qiladi, lekin o'sha payt Ruslan kelib uni qutqaradi. Ular birga yo'lga chiqishga qaror qilishadi. To'g'onni kesib o'tib, ular keng sahroga chiqishadi. U yer jangchilarning qoldiqlari bilan to'la edi. Ular yo'l yursam, mo'l yurib tog'lar bag'riga yetib kelishadi. U yerda yo'lni gigant bosh qo'riqlardi. Ruslan qanday o'tishni o'ylayotgan paytda Lyudmila Naynaning sehrli uzugini o'g'irlab, uni yordamida boshqa malikalarni ozod qiladi. U ularni xonasiga olib keladi va malikalardan biri sichqonchani chaqirib uzun arqon topishni so'raydi. Qizlar arqon orqali qochib ketadi. Lyudmila esa ularni quvuvchilardan chalg'itish uchun qoladi. Shu payt Nayna keladi. Lyudmila uni sehrli uzuk bilan chalg'itadi. Nayna ajdahoga aylanib, uni quvadi. Lekin Lyudmila ko'rinmas bo'lib qochib ketadi. Lekin u balkon orqali chiqa olmaydi. Arqon yo'q edi. Shuning uchun boshqa yo'l izlaydi. Ruslan gigant boshni uyg'otmoqchi bo'ladi, lekin tushunadi. U juda kuchli va hammani yo'q qilishi mumkin. Keyin u qum ustida chaqaloqlarni ko'rib, bu yerda ilgari suv bo'lganligini tushunadi. Endi esa suvni to'g'on to'xtatib turibdi. Ruslan do'stlariga to'g'onni buzib, vodiyni suv bilan to'ldirishni taklif qiladi. Shunda gigant halok bo'ladi. Ular katapult yasab to'g'onni urishga qaror qilishadi. Ruslan aqlli yigit edi. Tezda kerakli qurilmani yasaydi. Ular to'g'onni urib, teshik ochishadi. Suv oqib chiqadi. Qahramonlar cho'kib ketmaslik uchun tezda suzadigan narsa topishadi. Ular eski teshib ketgan qayiqqa chiqib omon qolishadi. Gigant esa suv ostida qoladi. Ruslan yo'l ochildi deb o'ylagan paytda gigantning boshi yana suv yuzasiga chiqadi. Ma'lum bo'lishicha, bu gigantning tanasi suvdan iborat ekan. Lekin Chernamor vodiyni quritib, gigantni o'sha yo'lni qo'riqlashga majbur qilgan ekan. Shu sabab sehrgardan uni juda jahli chiqqan.
u qahramonlarga yordam berishga rozi bo'ladi va ularning qayig'ini to'g'ridan-to'g'ri sehrgar saroyiga yo'naltiradi. Bundan oldin gigant Ruslanga sehrli qilich beradi. U Chernomorning kuchini yo'q qila oladi. Buning uchun faqat uni soqolini kesish kerak, chunki barcha sehr uning soqolida yashiringan. Saroyga yetib kelgach, Ruslan u tog' ostida joylashganligini ko'radi. Chernomor uchun bu muammo emas edi. U ucha olardi. Lekin oddiy odam uchun saroyga kirish oson ish emas. Ruslan aqlli edi. U tog' ichidan suv oqib chiqayotganligini ko'rib, ichkarida manba borligini tushunadi. U oqimga qarshi yurib manbaga yetib borishni va shu orqali saroyga kirishni rejalashtiradi. Lyudmila deyarli umidini yo'qotgan paytda sevgilisini ko'rib, uning bag'riga yuguradi. Lekin bu aslida Chernomor edi. U malikani ushlab qafasga tashlamoqchi bo'ladi. Shu payt haqiqiy qahramonimiz Ruslan kelib, sevgilisini himoya qilishni boshlaydi. Yovuzlar unga goblinlarni yuboradi. Lekin qahramonlar tomonida Bjorn va Farlaf ham bor edi. Ular oxirgi kuchlarigacha jang qiladi. Ruslan esa bosh yovuzga yetib boradi. Chernomor boshqa ko'rinishga kirib, o'zi ham hujumni boshlaydi. Ruslan uning soqolidan ushlab oladi va ular osmonga ko'tarilishadi. Kosmos chegarasiga yetgach, Chernomor taslim bo'ladi va yana saroyga qaytadi. U Lyudmilani qo'yib yuborishga rozi bo'ladi, lekin shu payt Naina kelib qizni uxlatib qo'yadi. Chernomor bundan foydalanib Ruslanga hujum qiladi, lekin Ruslan uning soqolini kesib tashlaydi. Shundan keyin uning xizmatkorlari qochib ketadi. Fin Nainadan Lyudmilani sehrdan chiqarishni so'raydi, lekin u rad etadi va ajdahoga aylanib uchib ketadi. Finni Nainani ko'ndirish uchun rejasi bor. U Ruslan va Farlaf bilan birga yo'lga chiqadi. Albatta Lyudmila ham qolib ketmaydi. Kechasi to'xtashganda Naina ilon bo'lib keladi va Farlafni sehrlab Ruslanni o'ldirishga majbur qiladi. Lekin u buni qilmaydi. U Ruslanni do'sti deb bilardi. Shu payt tirik qolgan Ragday kelib uxlab yotgan Ruslanni o'ldiradi va Lyudmilani olib ketadi. Farlaf buni ko'radi, lekin hech narsa qila olmaydi. Ragday ketgach ma'lum bo'ladi. Fin o'zini Ruslanga aylantirib, uning o'rniga o'lgan edi. Faqat shu yo'l bilan u Naina oldida o'zini oqlashi mumkin edi. Bu ish berdi. Naina o'zining uzugini beradi va aytadi: Ruslan Lyudmila yonida bo'lganda uzukni sindirish kerak. Shunda qiz uyg'onadi. Shundan keyin Naina daraxtga aylanadi. Fin ham o'simlikka aylanadi. Shu tariqa ular abadiy birga qolishadi. Ragday Lyudmilani otasiga olib kelib, o'zi uni qutqarganligini aytadi. Boshqalar esa halok bo'lgan deb yolg'on ma'lumot beradi. Vladimir unga taxtni berishga rozi bo'ladi. Lekin shu payt Farlaf kelib haqiqatni aytib beradi. Ortidan Ruslan ham keladi. U Lyudmilani uyg'otadi va qiz Ragdayni hushdan ketkazadi. Ragday o'ziga kelgach, Farlaf uni yana yiqitadi. Shundan keyin qizlar Farlafga ham qiziqa boshlashadi. Ruslan va Lyudmila katta bayram qilishadi. Bjornning bolalari ham gapira boshlaydi. Lyudmila qutqarilgan boshqa malikalar ham saroylariga qaytishadi va hamma murod maqsadiga yetadi. Filmimiz shu yerda poyoniga yetadi. Aytgancha kanalimizga obuna bo'lishni va videoga bittagina like bosishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'ling.